Hammaga xayrli kech. L9 restyling mashinasini bagajlariga poliklarni solib berganmiz. Spinkalari bilan bo'ladi. Xo'p, toshloylar otib tashlashdan saqlab berish uchun ABS plastikdan ishlangan bir zayklarni uстановка qilib berganmiz. Xo'p, xolodilnik zashiti. Xolodilnik ichiga silikon qilib berganmiz. Xo'p, bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi, e'tiboringizga havola qilamiz. Xo'p, bar ichiga va bar tagiga organizerlarni solib berganmiz. Oldi taraflariga perixodniklarni qo'yib berganmiz. Xo'p, ruchkani o'rniga mana shunaqa alkantara materialdan ochki futlar qilib berganmiz. Xo'p, orqa taraflariga mini zaglushka va mana bu katta televizor chiqazibdi-ku bularda. O'shalarga mana shunaqa mana pultlarimizga yetib kelgan edi. Shunaqa pultlardan qilib berganmiz. Xo'p, nomer vizitka ham qilib berganmiz. Okamlarga tapetga qo'yib qo'yiladigan variantidan. Xullas, mashinaga ko'rib turganingizdek, yangi mashinaga hamma kerakli ishlarni qilib berganmiz. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Lisian Marketga murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.